Bizada defektologiyada ham bu juda ham muhim hisoblanadi. Ko'pchilik ota-ona defektologga olib kelganda birinchi darsdan bolasini o'quvchi ko'nikmasida o'tirishini yoki darrov hamma harakatlarini takrorlashini xohlaydi. Lekin aslida bola bilan eng birinchi qilinadigan narsa bu hamkorlik o'rnatish hisoblanadi. Bu xoh 1 yoshar bola bo'lsin, xoh 10 yoshar bo'lsin, farqi yo'q. Demak, birinchi bo'lib bola bilan hamkorlik o'rnatish kerak ekan. Albatta. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bizlar markazimizga kirib kelganda, bolani qo'ldan ushlab kelishadi-da, sizlarda logoped bormi deb savol berishadi oyijonlar. Qarab turaman, bola обычный ребенок emas, norмотипичный bola emas. Siz bolangizni nima olib keldingizmi? R, S, Sh выговаривать qilishni o'rgatish uchunmi? Ha, yo'q, mani bolam gapirmaydi, mani bolam mana shuni qarang deydi-da, qarab tursangiz bola ko'zga qaramaydi. Ular logoped izlab kelishadi. Shuni aytib o'tmoqchiman. Bunaqa holatlarda logoped emas, aynan defektolog, EB mutaxassis kerak. Chunki unaqa bolalarga R, S, Sh выговаривать qilishni o'rgatishdan oldin jamiyatda o'zini tutishi, umuman o'ziga kerakli narsalarni izohlab beruvchi shaxs kerak. Yo'naltirish kerak. Ustoz murabbiy kerak. Lekin u logoped bo'lib qola olmaydi. Shuning uchun komanda kerak. To'g'ri. Demak, siz aytmoqchisizki, har bitta bolajonimizga ishlanganda har tomonlama reabilitatsiya tomonidan, pedagogический tomonidan birvarakasi ishlanish kerak. Va albatta meditsina bilan birgalikda. Albatta, birinchi o'rinda bizlar qiladigan ishimiz. Bola orqada qoldimi? Eng muhimi to'g'ri ega qildirilish kerak. Ega bilan birgalikda, birinchi o'rinda pediatr ko'rsatish kerak. Pediatr mana o'sha bola ko'zga qaramayapti, orqada qolyapti, yaxshi pediatrga ko'rsatdilaringiz. Pediatr nevrolog, nevropatolog bilan ishlaydi. Sizni yo'naltiradi dальше. Yaxshi nevrolog, nevropatologga ketdingiz. Medikamentozniy lechение hech kim chakka surib qo'ymaydi. Chunki medikamentozniy lechение u ham kerak. Uyqusini, masalan, autistik spektrli bolalar yaxshi uxlamaydi. Buni hammamiz bilamiz. Uyquga ketishi qiyin. Tez-tez kechasi bezovta bo'lib uyg'onadi. Постоянный нервный, тревожный bo'lib turadi. Aynan o'shanaqa joyda nevropatologlar o'zini medikamentozniy lecheniyalar bilan kirib keladi. Ana undan keyin mana logoped defektologlarimiz, nevrolog, nevropatolog ega qildirib, bolada epiaktivность bormi boshida? Ana uni aniqlaydi. Agar sizda epileptik bola kelsa-yu, biz birinchi o'rinda massaj olsak, boyaga uyqusini yaxshilaymiz deb представить qilinglar, qo'lingizda bolada epilepsiya bo'ladi, yo tutqanoq tutib qoladi, nima qila olamiz? Hech narsa. Shuning uchun vrachlar nazorati обязательно bo'lishi kerak. Обязательно to'g'ri ega qilingan bo'lishi kerak. 5 minutlik emas albatta. Ana undan keyin nevropatologlar bilan birgalikda ishlashimiz kerak. Только jamiyatda jamoa bo'lib ishlasak, biz bolani kelajakda hayotda o'z o'rnini topishga yordam beramiz. Tushunarli. Demak, siz aytmoqchisizki, barcha inson farzandini massaj muolajasiga olib ketmoqchi bo'lsa ham, avvalambor ega qilib, keyin massaj olib borish kerak. Qanday bolalarga e'tibor beramiz? Вот homiladorlik og'ir kechdimi? Надо на таких детей обращать внимание. Хорошо, homiladorlik yaxshi o'tdi. Undan keyin tug'ruq davri. Bolani kiniga o'ralgan deydilar-da. Mana shunaqa bo'ldimi? Bola uzoq vaqt tug'ildi yoki стремительный роды bo'lib tez tug'ildi. Mana unday bolalarga e'tibor beramiz. Yoki bola tug'ildi, yig'lamadi. Ana unday bolani ham keyinchalik, rodomdan chiqdi, mana o'g'il ekan, 4 kilo, 5 kilo qiz tug'ildi, mana pahlavon qiz ekan deb emas. Ana shunday bolalarga e'tiborimizni juda ham kuchaytiramiz. Yo bo'lmasa muddatdan oldin tug'ilgan bolalarga. Chunki aynan shunaqa bolalarda отклонениyalar bo'lishi mumkin. Boshi qisilgan bo'lishi mumkin. Qaysidir jihatdan mana shu qaysidir jihatdan orqada qolish kuzatilishi mumkin. Men demayman 100% unaqa bolalar bo'ladi, yoshni. Prosta shular aynan shunaqa tug'ilgan bachalara e'tiborimizni kuchaytiramiz. O'sha massaj kurslari kelyapti. Yo bacha mana 3-4 oylik tonuslari tushmay qo'lchalarini qisib yuribdi, yotibdi. Yo mana boshini ko'tarmayapti. Albatta unday bolalarga nevropatolog kerak. Ko'rik обязательно. Demak, siz aytmoqchisizki, homiladorligi og'ir o'tgan, stressli holatlari ko'p bo'lgan, perinatal va natal davridagi patologiyalarga duch kelgan yoki обычный o'tmagan bo'lsa agar, og'ir yoki har qanaqangi patologiya bilan o'tgan bolalarga
e'tiborimizni kuchaytirishimiz kerak. Da. Shu o'rinda to'ldirib o'tmoqchiman. Agar siz homiladorlik holatingizda yoki homiladorlikdan keyingi holatda ham qoningizda torch infeksiyalari bo'lsa, oilangizda stressiy holatlar ko'p bo'lsa yoki yaqinlarni yo'qotib qo'yish, shunaqangi holatlar kuzatilsa, farzandingizni har bitta rivojlanishini bee'tibor qoldirmang va malakali mutaxassislarga doimo ko'rsatib, nazorat qildirib turishingizni tavsiya qilaman.